Ushbu videomiz hozirgi kunda barcha yosh kategoriyasidagi erkaklar uchun foydali bo'ladigan mavzu, ya'ni prostatit. Boshqacha aytganda, prostata bezidagi yallig'lanish holatlari bo'yicha bo'ladi. Bugungi videoda siz nimalar bilan tanishishingiz mumkin? Asosiy e'tibor qaratadigan joyimiz har doim dori-darmon bilan prostata bezidagi yallig'lanishni davolashga harakat qilamiz. Lekin bu yerda kompleks lecheniya, ya'ni umumiy lecheniya kerak bo'ladi va bu narsani har bitta bosqichi, har bitta e'tibor qaratadigan nuqtalarini siz mana shu videoni oxirigacha ko'rish orqali to'liq tushunchaga ega bo'lasiz va o'zingizdagi bu muammoni faqatgina dori bilan emas, umumiy qilib yondashadigan holatda yechim topishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yana bitta videoda ahamiyat berib ketadigan nuqtamiz bu hozirgi kunda trendga aylangan o'sha mashhur egarlar haqida bo'ladi. Turli xil noyob yog'ochlardan yasalganmi yoki uni ustiga qoplanadigan har xil sifatli hayvon terisi yoki zamshli teri bilan qoplamali egarlar haqida o'z fikrimizni mutaxassis sifatida baholab ketamiz. Prostata bezidagi muammolar bo'yicha o'tgan safar bitta video tayyorlaganimizda juda ham ko'plab murojaatlar kelib tushdi va ularning asosiy qismi qanaqadir dori yozib berishimizni so'rash bilan yakunlanishni boshladi. Lekin bu yerda nimaga ahamiyat beramiz? Hozirgi videoda yana bir qaytarib o'tamoqchiman. Именно shu narsaga to'xtalmoqchiman. Birorta dorini yozishdan oldin sizdagi bu muammoni aniq diagnoz, ya'ni xulosasi bo'lishi kerak. Bu xulosa uchun esa tekshiruvlar muhim ahamiyatga ega. Chunki hammada bir xil ketmaydi bu kasallik. Kimdadir peshob kelishidagi tez-tez chiqishlik, kimdadir aynan prostata bezida o'zida kechayotgan jarayonlar natijasidagi og'riq yoki achishlar, siydik oqimini pasayishi, kimdadir tomchilab qolishlik, kimdadir jinsiy olatdagi ereksiya holatining sifatini pasayib ketishligi, yana kimdadir doimiy ravishda ayol va erkak o'rtasida yaqinlikda bir-biriga infeksiyalarni ko'chib o'tib yurish holatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan asosiy narsam bu tekshiruv va davo chorasi emas. O'sha davo chorasi, ya'ni kerakli dorilarni doktordan maslahat olgandan keyin qolgan kasallikka ahamiyat beradigan qo'shimcha chora-tadbirlar, ya'ni uy sharoitida qilinadigan ishlar haqida bo'ladi. Bularning birinchisi bu albatta eng asosiysi zararli odatlarni yo'qotish kerak. Kimlardadir bor bu narsa, ya'ni ichish, chekish. Chunki spirtli ichimliklar prostata bezi uchun eng asosiy zararli ta'sir ko'rsatadigan faktor hisoblanadi. Buni isbot sifatida aytishim mumkin. Mana qabulda ishlab yurgan paytim, ya'ni shu ekstreniy bolnitsada ishlab yurgan paytlarim, qabulimizga keladigan bemorlar bo'lardi, ya'ni ichkilik bilan asosiy ko'p iste'mol qiladigan qo'pol tilda aytganda alkashlar. Ular ham bemor keladi, asosan ichkilik bo'lgandan keyin siydik tutilishi bilan keladi va biz ularga bu birinchi yordamni ko'rsatamiz, seyish aktini tiklab beramiz, yana ketadi va yana qachondir ichgandan keyin yana qaytib keladi. Bu shuni ko'rsatadiki, ichkilik albatta prostata bezidagi muammoni kuchaytirib beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, iste'mol qilishimiz kerak bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari. Bular asosan sizlarga tavsiya qilaman, qovoq urug'i, ya'ni tarkibida rux elementi ko'p bo'lganligi uchun bu prostata bezini ma'lum darajada himoya qilishi mumkin. Undan tashqari tabiiy meva-sabzavotlarning tarkibini deyarli juda ko'pchiligida yallig'lanishga qarshi qaysidir birida, yana qaysidir birida himoya uchun kerak bo'ladigan vitaminlar va makro elementlar yig'ilgan bo'ladi. Shuning uchun imkon darajasida organik, ya'ni tabiiy ovqatlanishga harakat qilish kerak. Keyingi masala bu ko'pchilik uylangan va jinsiy aloqa masalasiga to'xtalib qoladi. Prostata bezining asosiy vazifasi bu o'zidan sekret, ya'ni suyuqlik ishlab chiqarish. Jinsiy aloqa qilgan vaqtda yoki umuman jinsiy aloqa turgan vaqtda sekret ishlab chiqarilishi boshlanadi. Va bu fiziologik jihatdan o'z nihoyasiga yetsagina kerakli sekret tashqariga chiqib ketadi. Bu jarayon esa juda ko'pchilik holatlarda buziladi. Ya'ni jinsiy aloqa turadi. Qachon? Har xil shu narsa haqida o'y bo'lganda, kim qanaqadir bir yarim yalang'och holatdagi qizlar ko'rganda yoki turli xil videolar yoki oila davrasida bo'lganda ham, misol ayol bilan yaqinlik qilishga qanaqadir darajada ehtiyoj bo'ladi-yu, nimadir sabab uzilib qoladi. Yoki umuman jinsiy aloqa vaqti
orasi uzayib ketadi. Shuni natijasida bu jarayon to'xtab qoladi va prostata bezidagi o'sha sekret trubkalar ichida yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Buning natijasida shish va siydik oqimini pasayishi, tomchilab qolish holatlari kuzatiladi. Shuning uchun davo chorasi ko'rayotgan vaqtda albatta regular jinsiy aloqani yo'lga qo'yish kerak. Bu juda katta ahamiyatga ega. Keyingi e'tibor qaratadigan narsa esa o'troq hayot. Ya'ni hozirgi kunda ko'pchilik erkaklarning ishi asosan o'tirib bajariladigan ishlar hisoblanadi. Yana kimdadir esa doimiy ravishda tik oyoqda turadiganlar. To'g'ri, kimlardir aytishi mumkin, men misol uchun ustaman, juda ko'p harakat qilaman. Lekin bu harakat baribir kerakli muskullarga, ya'ni kichik chanoq a'zolardagi muskullarga kerakli qon bilan ta'minlashni bermaydi. Shuning uchun bu yerda bizga Kegel mashqlari yordamga keladi. Bu Kegel mashqlarini hozir sizlarga maxsus video rolik tayyorlaganmiz. Shu narsani ko'rish orqali o'zingizlar uchun kerakli mashqlarni tanlab, kundalik hayotingizda foydalanib yursanglar, albatta sizlardagi istalgan turdagi prostata bezidagi muammoni yechishga juda katta yordam beradi. Mana shu rolikni ko'ringlar va o'zingizlar uchun kerakli mashqlarni o'rganib, videoni saqlab olsanglar ham bo'ladi. Har kuni bajarib yurish orqali bu maqsadga erishasizlar. Yana bir muhim narsa, bu mashqlarni uzoq vaqt bajarsagina natijasini sezishinglar mumkin. 3 kun, 4 kun, 1 hafta 10 kunda uni natijasi sezilmaydi. Buni unutmaslik kerak. Kegel mashqlarini ko'rib chiqdinglar. Qiyin emas, oddiy mashqlar. Bularni bajarib yurishlik aynan kichik chanoq sohasidagi qon aylanishi hamda muskullanishini yaxshilashning hisobiga tomchilab qolish, qoldiq siydik qolib ketish hislari, siydikni ushlab tura olish degan xususiyatlaringizni mustahkamlab olasiz. Lekin bu joyda yana bitta muhim narsani aytib ketmoqchiman. Aynan prostata bezini davolash paytida ko'pchiliginglar asosan qiladigan xatolik, doktorlar o'rtasida ham bo'ladigan xatolikdan bittasi bu prostata bezidagi yallig'lanishni 5-10 kun davo chorasi qilinmaydi. Kamida 1 oy. Ya'ni Yevropa urologlar assotsiatsiyasi protokollarida shunday narsa keltirilgan. Surunkali prostata bezidagi yallig'lanish jarayonini davo chorasi 4-6 hafta etib belgilangan. Bu narsani amal qilishlik sizdagi muammongizni deyarli 50-60% ga yanada yechimini qilib olishingizga aniq yo'lovchi bo'ladi. Bu narsani to'liq yechimini qilishingizga 50-60% yetakchi bo'ladi. Endi hozirgi hamma uchun trendda bo'lgan
egarlar masalasiga to'xtalamiz va bu yerda ko'ryapmiz internetda o'sha mashhur bu trendga chiqib ketgan egarlarni turli xil dabdaba bilan, turli xil materiallardan sifatli yasab, odamlarni ko'z o'ngida marketing vexotlarni amalga oshirib, sotishlik juda ko'plab uchramoqda. Lekin buni yolg'onligini hammamiz tushunishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilib? Tasavvur qilinglar, biz bilamiz, yoshligimizdan yoki ota-bobolarimizdan qolgan yana bir odat bor, ya'ni ot minishlik. Haqiqatdan ham ot minishlik bu prostata bezi uchun foyda keltirishi mumkin. Lekin hozirgi mana bu egarlar foyda keltirmaydi. Qaytaga zararga ishlab qo'yishi mumkin. Tasavvur qilinglar, otda ketganda doimiy ravishda harakatda bo'ladi inson. Lekin egarlarda bir joyda o'tirasiz. Qimirlamay harakatsiz o'tiriladi asosan. Harakat bo'lmaydi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi, egarlar, qarang. Mana bu egar deb tasavvur qilayotgan bo'lsak, o'tirgan vaqtingizda mana bu chot orasidagi sohada teri bosiladi xolos. Biz bilamizki, prostata bezi hamda o'sha sohadagi muskullar, boshqalarda qon aylanishi ichkarida joylashgan va boshqa shoxlar orqali keladi. Uni bosishligi, ezishligi u hech narsani o'zgartirib qo'ymaydi. Bu gapga kimdir tanqidiy fikr bilan chiqmoqchi bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, albatta isbotlab beramiz. Chunki buni haqiqiy urolog mutaxassisgina, ya'ni anatomiyani, fiziologiyani, jinsiy a'zolar, kichik chanoq a'zolaridagi qon aylanishini tushungan odamgina biladi xolos. Qolganlar xuddi bir haligi yolg'onni qobiqqa o'rab yashirishdek ishdan foydalanishadi. Ehtiyot bo'linglar, buni asoratlari haqida gapirmoqchiman. Ya'ni uzoq vaqt siz bu yerda o'tirganingizda aynan terini ustiga, ostki qismidagi qon aylanish sustlashini hisobiga uvishish holatlari yuzaga keladi. Yana bitta muammo, CD kanalda o'sha egar o'tirgan qismi ezilishi, uzoq vaqt ezilishi natijasida CD kanal travmasi yuzaga keladi. Bu esa o'z navbatida CD kanalni torayishiga olib keladi. Buni davosi esa faqatgina operatsiya. Shuning uchun kimdir tanqidiy fikrda bo'lsa, marhamat bemalol yozishinglar mumkin, albatta tushuncha beramiz qo'shimcha. Agar kim o'zini atrofida yashayotgan joyidagi urologlarga uchrashib, kerakli davo choralarini topa olmagan bo'lsa yoki muammosi uzoq yillardan beri bezovta qilib kelayotgan bo'lsa, u holatda chuqurroq tekshiruvlardan o'tishga to'g'ri keladi. Bu masalada bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Quyidagi raqamlar orqali murojaat qilib qabulga yozilsanglar, kelgan vaqtinglarda sizlar bilan yuzma-yuz gaplashamiz. Kerakli nima tekshiruv kerakligini aniqlaymiz, o'sha tekshiruvlarni qilib xulosani, diagnozni qo'yib olamiz. Va shundan keyingina sizlarga davolash rejasini tuzib beramiz. Ana shu reja asosida yursanglar, albatta sizlarga natija beradi. To'g'ri, biroz ovoragarchilik, biroz qo'shimcha, ortiqcha xarajat. Lekin zamirida sizlarning sog'lig'inglar yotibdi. Salomat bo'linglar.